Yangi elektromobil olib 5000, 10000 dollar zarar ko'rish joningizga tegdimi? Olamiz sotamiz kanali sizga zo'r narxlarda BYD Son Plus mashinasini taklif qiladi. Narxi 17600 dollar, narxi normalniy tashlagan. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, mashinani obzor qilamiz. Mashina 2023-yilda ishlab chiqarilgan, to'liq elektrda harakatlanadi, 505 km yuradigan BYD Son Plus mashinasi sotuvimizda ko'rishingiz mumkin. Mashina zo'r holatda, olib haydashingiz uchun tayyor bo'lib turibdi. Qop-qora. Xullas, BYD Son Plus'larni bilasizlar, ancha sinovdan o'tgan, baquvvat, mustahkam mashina. Ayniqsa Son Plus varianti tonirovkalar urilgan, salon ko'rinishlari ham zo'r holatda, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi nakitkalar solib qo'yilgan, lyuklari hammasi ishlab turibdi. Haydash uchun tayyor. Orqa salon ko'rinishlari ham mana zo'r holatda. Baquvvat, keng mashina. Olib mazax haydaysiz, ancha ekonomichniy. Bu mashinani kraskasiga keladigan bo'lsak, mana mashtada shunday petnosi bor, mana o'zi ajralib turibdi. Qolgan joylari top-toza, 140 ming kilometr yurgan. Narxini 17600 dollar qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Naqd nasiya savdo, trading xizmatlari bor.